Asboblar bilan tanishishda davom etamiz. Navbatdagisi Blur Tool. Blur Tool asosan rasmda ranglar aralashuvidan hosil bo'lgan kamchiliklarni tuzatishda ishlatiladi. Ushbu rasmda Blur Tool yordamida kerakli joylarni tozalab chiqamiz. Blur Toolni tanlaymiz va kerakli joyga chizib chiqamiz. Bu yerda ham ozgina kamchilik bor. Bu asbob bundan tashqari rasm qirralarini yo'qotishda ham ishlatiladi. Buni ham ko'rib chiqamiz. Ana shu holatda rasm qirralarini yo'qotish mumkin. Keyingi asbob Sharpen Tool. Bu asbob asosan ranglarni o'tkirlashtirib ko'rsatib beradi. Rasmni xohlagan joyga chizib ko'rishimiz mumkin. Demak, ranglar o'tkirlashyapti. Keyingi asbob Smudge Tool. Smudge Tool asosan obyektni cho'zib boshqa rangga aralashtirib yuborishdan iborat. Buni ham misol bilan ko'rib chiqamiz. Dodge Tool esa har bir rangni oqartirish imkoniyatini beradi. Burn Tool esa har bir rangni qoraytirish imkoniyatini beradi. Navbatdagi asbob Sponge Tool. Sponge Tool rasmdagi ranglarni oq va qora rangga o'tkazadi. Chizib ko'rishimiz mumkin. Natija yaxshi chiqmasa, demak, modni desaturate ga o'zgartiramiz va flowni 100% gacha o'zgartirib chizib ko'rishimiz mumkin. Ana shu holatda ranglarini oq va qora rangga o'zgartirish mumkin.